Fazoda koordinatalar sistemasiga taalluqli bo'lgan test. ABC uchburchakning uchlarining koordinatalari berilgan. Uchburchak ichki B burchagi bisektrisiyasi uzunligini toping. Endi test yechishga o'tamiz. Bunday tipdagi testlarning hammasida birinchi uchburchak ikki tomonni topib olishimiz kerak. Agar ikki tomon o'zaro teng bo'lsa, D nuqtamiz A va C ning o'rtasida yotadi. Agar teng bo'lmasa, unda o'ylashimiz kerak yana. Shu ikki tomonga bog'lab topish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'p hollarda shu teng yonli bo'ladi yo ikki tomonni topgandan keyin nima qilish kerakligi o'zi aniq bo'lib qoladi. Agar ikki tomonni topib bisektrisiga bog'lab hech narsa qila olmasak, uchinchi tomonni ham topamizda va uchburchak uchta tomoni berilgandan keyin uning bisektrisiyasini topishimiz oson bo'ladi. Bu alfa qilib qo'yib bisektrisiligini bildirish uchun. Demak, birinchi qiladigan ishimiz AB tomon uzunligini topaman. Ya'ni AB tomonning uzunligi ikki nuqta orasidagi masofani topish formulasiga asosan 2 dan 1 ni ayirib kvadratga ko'taraman. 1 kvadrat bo'ladi. -1 dan 2 ni ayirsam -3 bo'ladi. Kvadrati 9, ya'ni -3 kvadrat qilib yozay. Plus 3 dan -1 ayirsam 4 kvadrat. 3 kvadratga 4 kvadrat qo'ysam 25 bo'ladi. 1 ni qo'ysam ildizda 26 chiqdi. Endi BC ni topaman. Bu ham xuddi shu C dan B ni erishim kerak. -4 dan 2 ni ayirsam -6. -6 ning kvadrati plus 7 dan -1 ayirsam 8. 8 kvadrat. Xo'p, 5 dan 3 ayirsam 2. Ya'ni 2 kvadrat. Ya'ni mos koordinatalarini ayirib kvadratga ko'tarib qo'shib ildizdan chiqarsak, shu B va C nuqtalar orasidagi masofa yoki ikki nuqta orasidagi masofa chiqadi oddiy qilib aytsam. 6 kvadrat 8 kvadrat qo'ysam 100 bo'ladi, 104 bo'ladi. Ildizda 104. Demak, teng yonli emas ekan. Lekin yaxshilab ahamiyat bersak, 104 ni 26 ko'paytirib 4 qilib yozsak, 26 dan 2 chiqadi, 4 dan 2 chiqadi, ildizda 26 qoladi. Demak, bunimiz AB'miz ildizda 26 chiqdi. Bunimiz BC'miz 2 ildizda 26 chiqdi. Demak, 2 barobar katta ekan BC AB'ga qaraganda. Endi bundan ko'rinib turadiki, demak, bisektrisa xossasiga asosan bu 2 marta kichkina bo'lsa bundan, mana bu AD qismi ham DC qismidan 2 marta kichkina chiqadi. Ya'ni bu x bo'lsa, bu 2x chiqadi. Endi shundan foydalanib turib D ning koordinatasini topamiz. Keyin BD kesmaning uzunligini topsak, bu bisektrisa bo'ladi. Davom ettiramiz yechishni. AB ni topdik, ildizda 26 bo'ldi. BC ni topdik, 2 ildizda 26 bo'ldi. Bisektrisa xossasiga asosan, ya'ni bisektrisa ajratgan qismlar topadigan bo'lsak, bu yerda bu tomon 2 marta kichkina bo'lsa, bu tomondan ajratgan qismlarni ham bu tomoni 2 marta katta bo'ladi bu tomonda. Ya'ni bu tomon 2 marta katta bo'lsa, bunisiga qaraganda ajratgan qismlarning bunisi ham bundan 2 marta katta bo'ladi. Chunki bisektrisa xossasiga asosan tomonni ajratgan qismga nisbatan ikkinchi tomonni shu tomon ajratgan bisektrisa ajratgan qismga nisbatiga teng bo'ladi. Demak, bu tomon 2x, bu tomon x bo'ladi. Endi men buni x qilib ajratib oldim. Nima uchun? Mana bunga ham nuqta qo'yaylik. Bironta k nuqta deb olaylik. Koordinatasini x2, y2, z2 qilib yozaylik. Mana z2 mana k nuqta, bu yerda k nuqta, bu yerda d nuqta bor. 3 ta teng bo'lakka bo'lindi bu. Maqsad D nuqtani topish bu yerda hozir. Endi mana bu yerda A bilan K ni o'rtasida D yotibdi, D bilan C ni o'rtasida K yotibdi. Ikki nuqta o'rtasidagi kesmaning uchlarning koordinatalari berilgan kesmaning o'rtasidagi nuqtaning koordinatasini topish formulasi bor. Ya'ni A bilan K ni mos koordinatalarini qo'shib 2 ga bo'lsak D chiqadi. D bilan C ni mos koordinatalarini qo'shib 2 ga bo'lsam K ning koordinatalari chiqadi. Shundan foydalanib bizlar D ning koordinatalarini topishimiz kerak. Birinchi qiladigan ishim K bilan A ni qo'shib 2 ga bo'laman. K ning x'i x2 plus 1, ya'ni x2 plus 1 birinchi koordinatasi taqsim 2 qilsam x1 chiqishi kerak. Bundan endi ikkinchi hozir x1 ni topishim uchun men bu yerda D ning birinchi koordinatasi bilan C ning birinchi koordinatasini qo'shib 2 ga bo'lsam K ning birinchi koordinatasi chiqishi kerak. Ya'ni x1 ga
minus 4 qo'shsam minus 4 bo'ladi. 2 ga bo'lsam beta chiqishi kerak, x2 chiqishi kerak. Bundan x2 ni topaman. x2 ni topaman. Endi ikkinchisini ham to'g'ridan to'g'ri yozay. Xuddi shu holat y lar uchun ham. Y ya'ni ordinatasi 2 ga y2 ni qo'shsam, y2 ga 2 ni qo'shsam, taqsim 2 qilsam y1 chiqishi kerak. Ya'ni y1 chiqishi kerak. O'rtada bu turibdi. y1 ga 7 ni qo'shsam, 2 ga bo'lsam chiqishi kerak bu yerda y2 chiqishi kerak. Xuddi shundan z ham bor. Ya'ni bu yerda z2 ga minus 1 qo'shsam, z2 minus 1 bo'ladi. 2 ga bo'lsam z1 chiqishi kerak. Keyingisi, xo'p, qiladigan ishimiz 5 ga z1 qo'shib 2 ga bo'lsam, 5 plus z1 taqsimi 2 qilsam, z2 chiqishi kerak. Mana shu 3 ta sistema bor. Bu yerda x1, x2 topiladi, bunda y1, y2, bunda z1, z2 topiladi. Bizda ikkilari kerak emas. x1, y1, z1 koordinatalarini topsak, uchala sistemadan d ni koordinatasi topilgan bo'ladi. D bilan b ni koordinatasi topilgan bo'lsa, db'imiz bisektrisa, keyin bisektrisa uzunligini topsak bo'ladi. Birinchi sistemadan x1 qiymatini topdik, minus 2 taqsim 3 chiqdi. Ikkinchi sistemadan y1 qiymatini, uchinchi sistemadan z1 qiymatini topdik. x1, y1, z1 d ning koordinatalari edi, qo'yib chiqdik mana. Endi db ning uzunligini topsak, berilgan uchburchakning bisektrisasi uzunligi, ya'ni b uchidan chiqqan bisektrisasi bo'lardi. Chizmasi oldingi o'sha qismlarimizda yana berilgan, videoni boshida berilgan. Demak, db ni topmoqchi bo'lsam, ildizda bo'ladi. B dan d ni ayirib kvadrat ko'tarishim kerak. Mos koordinatalarni. 2 dan minus 2 taqsim 3 ayirsam, 2 plus bo'ladi, 2 taqsim 3 kvadrati plus minus 1 dan 11 taqsim 3 ayirsam, minus 1 minus 11 taqsim 3 bo'ladi kvadrati plus 3 dan 1 ni ayirsam 2 ning kvadrati bo'ladi. Ya'ni 2 ning kvadrati teng bo'ladi bu. 2 kare 3 6, 8, 8 kvadrati 64 taqsim 9 plus qilayman. 3 kare 1 3, 11 qo'shsam 14, minus 14 bo'ladi. Minus 14 kvadrat 196 taqsimi 9. Plus 4 ni o'zini ham 36 taqsimi 9 qilib yozsam bo'ladi. Bu 4 bo'ladi. Ildizda bo'ladi bu. 4 ga 6 10, 16 ni 6si. Xo'p, 3 ga 9 12, 12 ga 18 19 bo'ladi. 296 taqsimi xo'p 18 19 296 taqsimi 9 bo'ladi. Bu 74 ko'paytiruv 4 bo'ladi. O'zi bu 296 imiz 74 ning 4 tasi 296 bo'ladi. 4 dan 2 chiqadi, 9 dan 3 chiqadi, ildizda 74 qoladi. Javobi 2 taqsim 3, ildizda 74. Berilgan testimiz javobi C. Bu test professional ikkinchi qismda olindi.